Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki musafirçilikning derdini tatıyotgan canım Uyg'ur do'stlarim, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin da'vosi qiladi. Tilimizni ana til deb o'ltag'inimiz bilan ishimiz hal bo'lmaydi. Vatanning sirtida biz bir avlod turallig'imizni bizning keyingi bolalar mumkin emas singib ketadi. Sizlar yaxshi o'ylab beqinglar. Birisi ana til desa, birisi yana bir nima desa, ha deb chaqchab o'tirib qaysi kunlarga kutyotidi, qaysi kunlar bizni kutyotidi onu bilmaymiz. O'ylab beqinglar. Xuddi bir ana tilninki noyatimi cho'ng bir qo'g'dug'uchisidek bir nimalarni so'zlab yuriydi. Xitoy o'qitgan, vazifalik chiqargan odamlarning so'ziga chavoqchab o'ltamay Zemin davası deb qo'payli qeyrindoshlarım. Qeyrindoshlarimiz tugishsa, vatanda hech nimamiz qolmasa, kim kurash qiladi? Bizning bolalarimiz, nevarlarimiz vatan davası deb chiqamda mumkin emas. Nishon vatan bo'lish kerak, nishon zemin bo'lish kerak, nishon tuproq bo'lish kerak. Rahmat sizlarga.